Bobirjon bolam, qayerdasan? O'shadaman, ona nima gap? Bir chetdan o'rtog'ing kelgan ekan seni so'rab. Men undan o'rtog'im yo'q, ona. Ismi nima? Ismini Farruh dedimi? Men ham tanimadim. Dadang bilan gaplashib turibdi. Bizda suyak bug'um og'riqlari. Qarichilikda. Yo'q, tanimadim ona. Ha, bo'pti, boraman. Yaxshi bolajonim, ket tezroq. Bo'g'ma og'riqlaridek mani mashinamda bitta narsa bor. Hozir olib kelaman. Farruhjon, odam xijolat qilyapsiz. Amaki, nimaga unaqa deysiz? Ota-onani begonasi bo'lmaydi. Meni ham ota-onam bo'g'ma og'riqlardan aziyat chekardilar. Mana shu nutvani dorisini ichib, yaxshi bo'lib ketdilar. Umraga ham borib keldilar. Mana mazi ham chiqib ketdi. Xudo xolasa, ko'rmaganda ham ketasiz. Voy ana, Bobirjon ham keldi. Ke bolam. Ha, Bobirjon. Kel o'rtoq. Amaki, xudo xolasa, mana bu dorilarni ichib qo'ying. Ko'rmaganda ham ketasiz. Qani ilohi amin. Farruhjon, sizdek farzandni tarbiya qilgan ota-onangizga rahmat. Amin. Allohu akbar. O'g'lim, shunday jonga yaqin o'rtoqlaring bor ekan, tanishtirsang bo'lmaydimi? Duxingga tizalab qolding. Akajon, men bor o'zim ko'rmayapman. Ko'zingga qarab so'rasam, chop. Aka, sizda bo'lsang, oilam bor. Men seni o'nang. Tushundingmi? Aka, Tushundingmi? Men seni o'nangni. Masani ota-onasi yo'q bir tarbiya ko'rmagan mol desam, tuppa tuzuk gul degan insonlarni farzandi ekansan-ku. Ayolim bor dedim, oilam bor dedim. Qanday ham so'kding? Erkak deb mana shu payt qo'llamaydimi? Kechirim. Otam oyoqlarga nima surtdingiz? To'g'risini ayting. Men senga o'xshagan pastkash emasman. Oyoqlari og'rigan ekan dori surtib qo'ydim. Qaramaysanmi? Men sizni onadan so'kdim. Siz meni otamga mehribonlik qildingizmi? Aka, tiz cho'kib ketishim so'rayman. Mujik. Joy namozda tiz cho'kiladi. Mana onajonim yo'qlar. Gapingga javob bera olasanmi?